Maktabda parallellarim bilan muomalani boshlamagunimcha men eng yomoni bo'lsam kerak deb o'yladim. Chunki bahsida ham eng yomon gurpa deyishardi, maktabda ham eng yomon sinf senlar deyishardi. Bu B'ga qarash deb berishardi. U keyin bildim, u B'ga kirib A'ga kirib B'ni maqtash ustozlarning opiti ekan u. Eng a'lochi o'quvchiga rosa qiyin bo'ladi. Biz sinfda ham bitta shunaqa a'lochi o'quvchi bor edi. Ashi bolaning sharofati bilan jurnalni tagiga yetib kelmasdi, yaxshi duolar ko'rardi, sumalak kavlat, niyatlar ko'rardi ashi bolaning nomiga to'g'risi. Men Ali bolaning a'lochiligini ko'rib Mendeleyev mana shu bola bo'lsa kerak deb o'yladim. 3-4 ta harfni mana shu bola o'ylab topgan deb o'ylardim, to'g'risi. Lekin Ali bolaga qiyin bo'lardi. 23 minut she'r aytib beradi, darsni yarmigacha. Hali she'rni yozgan odamni o'zi oxirigacha bilmaydi. Ustoz bunday qarab turib, sen o'zingni darajangda javob bera olmading, sendan ko'nglim chiqmadi bugun deb beradi. Qanaqa daraja ustoz? Siz orqa tarafingizga qarang, ikkichilar paradi, jinnilar apokalipsisi bo'lyapti, 3 kishi karta o'ynab o'tirib, ular darsga olib chiqish uchun otasini chaqirishingiz kerak, to'g'risi. U bolani o'sha qo'lini ko'targanning o'ziga Zulfiya mukofoti berilishi kerak o'zi aslida.